Nega qara shogird, fermada otam aytganlarni qilib yurgin, tushunib jahllari yomon. Ha. O'g'limmi shogirdi? Bo'lich kiysanmi? Ha, yema doda bering. Nazariyaga qatta oldingiz. Hammani po'chodan chiqdi-dek, bolam. Ustozim qatta bunaqa isqirtletsam, otadan yuqqan ekanda. Voy ustoz, mana bu qo'y mazasi bo'lmayapti, nima qilamiz? Shogird, mana vinoni olganda yarmini ichirib ol. Nega yarmini? Voy, kayf bo'ladi, sarmasi bo'lib qoladi, keyin olib chiqib sotib olamiz. Lekin tezroq sotish kerak. Kapital qilsa dumalaydi. Buni olarmi-ku? Oladi, voy mana arashandimiz quloq uzun. 1000 dollarga beraveramiz albatta. Nega hozir quloq uzun qo'ylar qimmat bo'lyapti? Qassobda so'yadi-yu. Ha? Quloq bilan ko'zini yopib qo'yadi. Shuning uchun qimmat. Dodam, bu sigirlar necha litr sut beradi kuniga? 10 litr toza beradi. Ye, meni ustozim kuniga 15 litr qatuv sotamiz dedi. 5 litr qatay kelyapti. Aralashmaginga bor o'tlanur. O'g'lim, bu shogirding nima deyapti? Nimadir ixtilayotganga o'xshayapti. Xavotir olmang ota. Nabodo tegi chiqib qolsa, bo'yniga qo'yaveramiz. Ustoz, mana buni qarang, zo'r o'yin ixtiro qildim, daromad keltiradi. Shu ham ixtiromi? Ha, mana yil ixtirosi. Tappa apparat 3 bolli ixtiro qilishdi. Shundan foyda bordi. Men nima qilay? San tappa apparatini to'rini chiqar. O'g'lim, Ha, qassob kelyaptimi? Bu qalay tarozi tortgani? men aytgandek bilan 3 kun sug'armadingmi? Yo'q, suv bermadim. Endi bosib sug'ar. Ye, nimaga? Qassoblar kelib bilan tarozi tortadimi? Ha? Shu ichgan 30-40 litr ham go'sht hisobida o'tib ketadi. Ha, foyda o'shanday ekanda. Nima bu? Adabu qo'ydan qo'ygan vino chiqib qoldi, kayf bo'lib qoldi. Tarqab ketadi.